Yana bir bor assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, aziz muxlislarim. Mana ertalab ko'k artroz kasalligi haqida sizlarga tushuncha berib o'tgandim. Va yana kommentariyalar kelib, bu o'zimni boshimdan o'tgan kasallik haqida so'rabdi. Ya'niki o'sha kommentariyalarda qo'llarimda zirqiraydi, shu suvga tegsam zirqiraydi, keyin barmoqlarim qiyshayib nima qilyapti deb nima qilibdi, bu kasallik nimada deb nima qilibdi. Endi men buni yana bir o'zimdan chiqib kelib aytaman. Kelinglar, bu suhbatimizni mana shu bunga uveren bo'lishingiz uchun men o'zimda bo'lib o'tgan holatlar bilan boshlayman. Azizlar, ancha yillar bo'lib ketdi. U paytlar bilasizmi, где-то 25 yillar ilgari shu xo'jayinimni ishlari sal nima Rossiyadan O'zbekiston nimaga mustaqillik o'tgandan keyin biroz qiyin bo'lib qoldida. Endi bilasiz, ish joylar yopilib ketdi, nimalar, kolxozlar. Shunda endi menga to'g'ri keldi bozorga chiqib, bozor qilib, do'kon ochib savdo qilishimga to'g'ri keldi. Shunaqa paytlar judayam qattiq sovuqlar bo'ldi. O'sha qattiq sovuqlarda majbur bo'lganman. Kuchli qor bor, sovuqlar bor. O'sha qattiq sovuqlarda shu bolalarimizni ilojim yo'q, arenda to'lashim kerak. Yana uyga bolalarimizni rizqini olib kelishimiz kerak. Shunga xo'jayinim ikkalamiz, u kishi ham o'tirgani yo'q. Ular ham u yoq bu yoqdan ish qidirib yuribdi. Shu paytda majbur bo'lganman shu sovuqlarda ham o'tirishga. O'sha ko'proq bu bozorchilarda bo'ladida, bozorda o'tirganlarda mana shunaqa kasalliklar ko'proq bo'ladi. Keyin shu aytganingizdek, xuddi shu kasallikni aytgandek qo'llarim suvga tegsa zirqirab, og'riydigan bo'lib qoldi. Keyin shishadigan bo'lib qoldi. Shu bilasizmi, nimalarni ham yig'olmasdimda, to'shaklarni ertalab turganimizda xo'jayinim yig'ib berardi. Keyin og'riqlardan juda ham qiynalardim. Og'riqlar azob berardi. Shunaqa paytda bizni onam bilan dadam, Alloh umrlari uzoq bo'lsin, ota-onamni doktorga borganimizda ular aytdiki, ko'p ukol olyapti, dori ichyapti. Shu Namanganda, eshitib turing, Namanganda Chortoq sanatoriyasiga olib borsak qanday bo'larkin deganda, ular o'sha paytlar borib kelib yurardida. Keyin judayam yaxshi bo'ladi dedi. Keyin biz o'sha Chortoq sanatoriyasiga meni ham olib ketdi. Yoshman, ota-onam olib ketdi, bolalarimni tashlab ketdim. Keyin bilasizmi, u yerda Chortoq sanatoriyasini suvi yodiviy suv ekanda. Suvi yodiviy ekanda sho'r. Mana nima qilib ko'rsangiz, og'izlaringizni choyinglar, milklaringizni nima bo'lishi uchun deydi, og'iz choyganimizda shu sho'rligidan shu nima deydi, namakob, shunaqa sho'r namakob, mana shu sho'r suv sizni kasalligingizni, o'sha shamollashingizni sug'urib olarkan. Xo'jayinim bilan borganimizda ular so'radi, tuz qo'shasizlarmi? Yo'q, tuz qo'shmaymiz. O'zi yer tagidan shunaqa suv chiqarkan. Keyin ular doktorlar bilan uchrashdik. Keyin dadam bilan onamlar aytdiki, shu qizimizni shunaqa bo'lyapti dedi. Keyin analizlar qilishdi. Analizlar qilganda poliartrit boshlanishi deb berdi. Bu sizdagi bu o'sha og'riqlar, qiyshayib nima qilishlar, hozir oldini olmasangiz bu nogironlikka olib kelarkan. Shuni aytib qo'yay. Bu kasallik bilan ham kurashganman-da. Keyin ular aytdiki, opa, как раз bizni nimamiz, onamga aytdi, yaxshi qilibsiz olib kelib, bizni kasalimiz. Endi bu qizingizni dedi, 1 yilda 2 marta, 3 yil olib kelasiz dedi. Shu bilan boradigan bo'ldik. Har yili mana shu yaxshi, mana shu savol juda ham yaxshi bo'lgan. Hozir ayniqsa mana shunaqa kasalliklar bahorda, kuzda nima qiladi, avj olayotgan paytida. Mana shunaqa paytda mart, aprel oylarida biz ketardik. Namanganga ketardik. Shu ko'proq onam shu suvga nima qilishni, tushishimda nima qilardida, nazorat qilib har kuni olib borardi, yo'q tushamiz deb. Shu bir hafta borgan vaqtlar birinchi nimalarda 10 kun, 12 kun turib keldik. Keyingilarda yaxshi bo'laverganimdan keyin 1 hafta, 7 kun, 8 kun turib keladigan bo'ldik. Shu bilan yo'qolib ketdi.
shunaqa shu borganlarimda ko'rganman, bir aravada kelgan bir katta yoshli onaxon bor ekan. Shular aravani tashlab yurib ketganda men bu hamma sanatoriyalarga borib ko'rdim. Mana shu Toshkentga ham bordik, boshqa joyga ham bordik, lekin mana shu Chortoqni suviga kelmas ekan. Chortoqni suvi yo'diviy degani, yo'diviy suv degani o'zingiz bilasiz, o'sha tuzli suv. Masalan, uyda ham doktorlar vannaqa desa, bolalarga ham, katta yoshlilarga ham vannaqa desa, bilasizku, tuzli suvga vannaqa deydi. Tuz solib vanna qiling, oyog'ingiz charchoqni oladi. Xuddi shunday ularniki tabiiy ekan. Ana shunga hurmatli, mana shu qo'l oyoqda og'rig'i borlar, sim og'riydi, qo'llarim shunaqa shishyapti, barmoqlarim og'riydi deganlar, shu Chortoq sanatoriyasiga обязательно boringlar. Endi hozir aytishingiz mumkin, opa, biz Chortoq sanatoriyasiga borish uchun falon so'm pul kerak deyishingiz mumkin. To'g'ri. Hozir juda ham putyovkalar qimmat bo'lib ketdi. Shuning uchun juda ham nimalar ko'p, nima deydi, nima gostinitsalar ochilib ketgan. Shu atrofida siz faqat uni suvi uchun borasiz. Boshqa narsasi kerak emas sizga. Ovqatlanish ratsioningiz o'zlariga yozdirib pul to'lab o'sha sanatoriyada nima qilsangiz ham bo'ladi. Ovqatlansangiz ham bo'ladi. Shu o'sha paytlar uncha qimmat emas edi. Ovqatlanib biz nimada turib, kvartirada turib qatnagan vaqtlarimiz ham bo'lgan. Joy bo'lmay qolgan vaqtlar shunaqa qilganmiz. Endi o'sha atrofidagi sanatoriyalarda turib, agar yo'q, men o'zingiz nima qilib yeyman desangiz, o'sha sanatoriy holatda, o'sha nima deydi, ambulatorniy holatda davolanasiz-ku. Xuddi shundoq borib suviga обязательно boring. Meni aytdi deysiz, xudo xohlasa shu duo qilib yurasiz, mana shu kasallikdan qutulib ketasiz. U dori ukol bilan yaxshi bo'lmas ekan. Men rosa ko'p davolandim. Shu 25 yillar bo'ldida. Lekin shu yaxshi bo'lib ketganimdan keyin shu yolg'on bo'lmasin, 11 yillar bordim. Qoldirmay. Keyin 1 yilda bir boradigan bo'ldim. Shu doktorga yotganchalik pul ketmaydi-da. Endi hozir qimmat bo'lib ketibdi. Shu uchun unchalik qimmat emas. Hozir ham gostinitsalarga to'lasangiz 25 ming, 30 ming so'm nimasi o'sha uyda masalan, xo'p 50 ming so'm bo'lsa, 50 ming so'mdan 10 kun tursangiz 500 ming so'm bo'ladi, to'g'rimi? O'sha suvi ham puli qimmat emas. O'sha paytlar biz shu yozdirmasdan shunday qatnab kirganimizda o'sha davolanuvchilardan keyingi nimada bizni kirgizardi, soatini aytardi. 5 ming so'm bilan qo'liga berib kirib chiqardik. Endi hozir 10 mingmi, 15 mingmi bilmadim. Lekin qayerda bo'lsangiz ham juda ko'p ketsa 2 milliondan ziyod pulingiz ketmaydi. Agar tejayman pulda desangiz 1,5 millionlar atrofida bemalol bir hafta 7 kun davolanib kelsangiz ham bo'ladi. Endi hamma nima turlari bor, lekin asosan sizni o'sha barmoqlardagi yo tanangizdagi, butun tanadagi qaqshash. Men hozir xudo xolasa endi ketaman deb turibman. Aprelga emas, shu may oyiga. Endi meni uyimda hozir mana qizim kichkinam qolgan, u ham o'qiydi-da. Endi shu kanikul bersa keyin keta olaman-da. Shu uchun o'zim ham boraman xudo xolasa. Endi bormaganim ancha yil bo'lib ketgan. Shu bir yana borib kelsam deb turibman. Endi bu faqat qarang, bu tizza nima oyoq og'rig'i nima uchun emas, o'sha tizzadagi tuzlarni ham tuz eritar ekan. Agar o'sha tizza og'riqlari bo'lsa ham boraveringlar. Agar nima bo'lsa, imkoningiz bo'lsa-da. Keyin o'sha asosan nimalari lechenasi o'sha qarang, buyrak pochkangizda masalan, buyragingiz og'riydimi yoki mana oshqozonga nimaga ham suvlari bor ekan, ichadigan, masalan, oshqozon o't kasalliklari bo'yicha ham borsangiz bo'ladi. Keyin davleniyingiz ham masalan issiqqa davleniya ham chiqadi deb o'ylasangizki, suv shunaqa qaynoq suv chiqadi. Yo'q, ular sizni sog'lig'ingizga qarab suvni normallashtirib beradi. Shu sizga masalan issiqroq suv bo'lmasligi mumkin, davleningiz mumkin sovuqroq qilib beradi. Agar xohlasangiz shu issiq tushsangiz bo'ladi. Lekin mana shu hozir menga harakat qildim tezroq mana shuni haqiqatan o'zim boshimdan o'tgani uchun kommentariy yozib o'tirmadimda, efir qilaman deganim, chunki buni boshqalar ham eshitsin.
bu hech qanaqa qo'rqinchli kasallik emas. Faqat siz buni ertaroq oldini olishingiz kerak. Yana iltimos qilaman azizlar, mana shu hurmatli muxlislar, hurmatli yurtdoshlar, mana shu efirlarimizni boshqalar ham qiynalayotganlar ko'rish uchun layk bosib qo'yinglar. Ba'zida mana shu yana qayta so'rashyapti, hozir grija bo'yicha ham deb, men grija bo'yicha chiqarganman. Agar kanalga obuna bo'lib, obuna nimasini bosib qo'yib, tugmachasini bosib qo'yib, nima qilsangiz boshqa nimalarga ham berib boryapman o'zimni shu boshimizdan o'tgan nimalarimizni. Men buni o'zimcha o'ylab topayotganim yo'q. Shu odamzod bilasizmi, ro'zg'or deb qo'yibdiku, o'sha odam hayoti davomida har xil nimalar o'tar ekanda boshidan. Endi Allohga shukur yaxshi bo'lib ketdim. Mana u kasallikdan ham yaxshi bo'lib, keyin hammada bor shu grija bo'lib qoldim. Endi o'sha grijaga ham berib boryapman. Hozir grijaga ham opa siz bitta больницада yotdim, yaxshiman degandim. O'sha grija bo'yicha yotganim. Grija bo'yicha yotgandim men. Bilasizmi, uni ham bir haftacha yaxshi yurdim. O'sha qo'lda ta'sir o'tgandan keyin yana og'riy boshladi. Keyin endi shu o'sha aytgan shu nima ham doktor ham aytdi, tabib ham aytdi. Yana bir o'rtog'im ham shunaqa qilar ekan, shu yostiqni hozir shu bir sal og'rib qolsa, og'riq ko'tarib qo'ysa, shu podushkalarni nima o'zimizdagi yostiq deymiz, shu sizga grija bo'yicha berganman, obuna bo'lsangiz, u nima ham bor, efirim bor. Mana shularni terib yotaman. Shu yotishdan oldin bir 10 minutmi, 15 minutmi, 4-5 ta yostiq qo'yib, belimni qo'yib yotaman. Ertalabga yaxshi yurib ketaman. Grijasi borlar shunaqa qilingda, shu belni mahkam bog'lab yuring, bemalol ishingizni qilib yuravering. Keyin turnikka osirish kerak ekan, davolanish kerak emas ekan. Chunki lishniy расходda davolanish uchun mana shu nima tavsiyalarni men harakat qildim. Ertagacha ham qoldirmadim, chunki hozirgi paytda ayni qo'zigan vaqti. Tezroq mana shu harakatingizni qilingda, xudo xolasa shu hayitdan keyin, ro'zalardan keyin borib bir davolanib kelsangiz, bilasiz. Ana shu men bir marta borib kelsam 1 yil yaxshi yurardim. 1 yil og'rimasdi. Keyin shu 3 yil degandan keyin har yili boradigan bo'ldim. Mana shu 11 yil bordim yiliga, shundan mana yaxshi bo'lib ketdim. Unaqa zirqirab og'rishlar boshqa yo'q. Agar buni o'tkazib yuborsangiz, o'sha paliatritga olib borar ekan bu kasallik. Paliatrit degani shu qiyshayishlar bo'lar ekan qo'lingizda, nimangizda, keyin og'riqlar qiynaydi. Keyin bu borib yurakni ishdan chiqaradi. Shuning uchun hozir oldini oling, ertaroq harakat qiling. Men shuning uchun ertaga ham qoldirmadim. Mana hozir mana Alloh nasib qilsa asr namoziga bo'lib qoldi. Xudo xolasa yana gaplashamiz. Xudo xolasa men yana ertaga harakat qilaman albatta, Alloh xohlasa. Ana shu bugungi tavsiyalarim. Shu agar sizlarga mana shu nimalar, kasalliklar qaysidir bir nimada bo'lsa, yaqinlaringizdan, qo'ni-qo'shningizdan bo'lsa, mana shu efirimni aytib qo'ying, eshitsin-da va harakatini qilsin. U putyovka deb o'tirmasin. Chunki putyovkaga Namangan Chortoq sanatoriyasi, yana bir nima qilib aytaman, Chortoq sanatoriyasi bitta katta sanatoriya bor. O'sha yerdagi suv judayam yaxshi. Shu bo'g'im og'riqlari, paliatritlar va boshqa o'sha oshqozon ichak nima o't kasalliklari uchun ham, mana shu tizza og'riqlari uchun ham hammasi mana shu yodiviy suv eritib, tuzlarni ham eritadi va sizdagi bor kasalliklarni oladi. Jenskiy kasalliklar ham, mioma, agar kistalar bo'lsa ham menga bormang, kista bo'lsa nima qilib yuboradi, o'stirib yuboradi dedi. Yo'q, aksincha o'sha mioma kistalarni ham so'rib yo'qotib yuborar ekan. Buni chunki onamda bilganman. Onam miomasi bor edi, shu 3 yil borib mioma so'rilib ketgan. Mana shunaqa gaplar azizlarim. Agar efirlarim sizlarga shu yaxshi bir nima qilib yordami tegsa, xursand bo'laman. Mana shu ro'za Ramazon oylarida Alloh rozi bo'lsin. Rahmat barchangizga. Bugungi kech kiryapti mana. Bugungi tuningiz ham xayrli o'tsin.